bir sodiq klientimdan o'tib olaman. Ko'ringlar. Mana hozir birinchi qadam o'tib olamiz. Oybek Madina, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Narabu. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Anaqa bo'lib o'tiribsizmi? Maza qilib. Ko'pi ragalik. Sog' bo'ling. Ko'pi ragalik bilan ko'pi avshanamiz qalay ekan? Bular ko'pimi? Ha? Bu обычный emas. Bular ko'pi. Mashina aytyapsizmi? Ha, mana bu gal ko'pisini qilganmiz. Ko'pimasini ham qilamiz to'g'ri. No bo'lsa ko'pi. Buni shirin-ku, mazasi. Biz shunaqa shirin qilib qo'yamiz. Yoqdimi sizga? Voy, menga rosa yoqdi. Asosiy shakarsiz. Ikkalasini ishlab qo'yaman. Voy, osh bo'lsa shifo bo'lsin. Rahmat. Qarang, buni avshankali pechenyemiz tarkibida suqa fruktlar hisobiga shirin. Mana bu qora bug'doy unli rogalikimiz qalay? Voy, bunga gap bo'lishi mumkin emas. Men bunda shakar bor deb o'yladim. Shakar yo'qmi? Shakar yo'q. Bashqa bunga biz eritrit или stevia qo'shamiz, ha? Ichi suqa fruktdan iborat, shuning uchun rosa mazali. Lekin mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Menga rosa yoqdi. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Bo'ldi, rahmat. O'zingizdan buyurtma berib turavering shunaqa. Kelib, yeb turavering. Siz bizning sodiq klientlarimizdansizda. Sog' bo'ling, charchamay shifo bo'lsin. Men ketdim. Xo'p.